Hozirgi kunda men sizlarga samarasi bor bo'lgan preparatlar haqida gapiraman. Birinchisi bu antidepressant dori vositalari. Antidepressant dori vositalarini ichishga hozirgi kunda juda ko'pchiligimiz muhtojmiz. Stress va asabiylashga hammamiz moyilmiz. Antidepressant preparatlarini uzoq muddat ichish tavsiya qilinadi. 3 oydan 6 oygacha, ba'zi bemorlarda yillar davomida qabul qilish bosh miyaning tinchlanishiga hamda bosh miyada har xil rohatlanish yoki kayfiyatni ko'taruvchi mediatorlarning ko'payishiga, sizning kundalik hayot tarzingizni ham butunlay o'zgarishiga sababchi bo'ladi. O'sha pastelda, ya'ni yotoqda ham siz ustunlikka erishasiz. Ishoning, ba'zi bir doktorlar yoki bemorlarimizni o'zi ham keraksiz bo'lgan muolajalarni, qanaqadir prostata beziga massaj, siydik kanalni yuvish, har xil inyeksiyalar olishadi. Ularning hech qanday samarasi yo'q. Jinsiy olat boshchasini ta'sirlanishni kamaytirish uchun qaratilgan bir qancha davo muolajalari mavjud. Hozirgi kunda qo'llanayotgan zamonaviy yechimlardan biri bu fillerlarni qo'llash. Bu aynan jinsiy olatning boshchasiga inyeksiya qilinadi. Samarasi juda ham yuqori bo'ladi.